Ushbu videoda ko'rib turibsiz, raqqosa turgan joyda bir necha 10 marotaba aylanadi va yiqilmasdan, boshi aylanmasdan o'z raqsini davom etib ketadi. Albatta, boshqa insonlar 1-2 marta bu holatni qilsa, boshi aylanib, hatto yiqilib tushishlari mumkin. Nimaga bu gapni gapiryapman? Chunki raqqosalar boshlarida joylashgan vestibulyar apparatini juda yaxshi mashq qildirishgan. Bizda ham nevrologiyada bosh aylash kasalligi bor, xususan vestibulyar nevrit, vestibulyar migren, psixogen bosh aylash holatlari bor. Bu holatlarda ham albatta biz bosh aylanishiga qarshi uni davolash uchun reabilitatsiya maqsadida mashqlar qilishimiz kerak. Albatta bu darajada tez mashq qilinmaydi, sekin-sekin asta-asta qilib boriladi. Va biz ham xuddi shu raqqosalar o'zlarini mashq qilib mukammal holga kelgandagidek biz ham bemorlarni o'z vestibulyar tizimlarini mashqlar orqali normaga olib kelishimiz kerak. Agar sizda ham shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bizni NeuroCare klinikamizga murojaat qiling. Bulardagi mutaxassislar jamoasi bilan biz sizni dardingizga yechim topishda yordam beramiz.